Hayatning har bir daqiqasini ibodatga aylantirish. Niyatingiz Alloh taolaning roziligiga erishishdan iborat bo'lib, din va dunyolik har qanday bir ishni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qilsangiz, sizning butkul hayotingiz ibodat ichida bo'lgan bo'ladi. Buning tafsiloti mundaq. Ibodat Alloh taolo talab qilgan va ko'rsatgan bo'yicha ish qilish, o'zining Alloh taologa bandalik burchini ado qilish deganlikdir. Bu ibodatning umumiy ma'nosi bo'lib, namoz o'qish, zakot berish, roza tutish, haj qilish, Qur'on o'qish qatorliq ibodatlar Alloh taolo buyurgan umumiy ibodatlarning bir qismidir. Chunki ibodat dinning, shundaqla hayotlikning hamma taraflarini o'z ichiga olganidek, insonning oshkora va yushurun butun ishlarini, tili va dilining amallarini o'z ichiga oladi. Shayxul Islom Ibn Taymiyaning Al-Abudi nomli asarida ibodatni tonishtirib, mundaq degan: Ibodat Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan har qanday oshkora va yushurun ish-harakat, gap-so'z va o'y-fikrlarni o'z ichiga olgan bir ismdir. Ibodatning turlari nihoyat ko'pdir. Ular namoz o'qish, zakot berish, roza tutish, haj umra qilish, to'g'ri va rost so'zlash, omonatni ado qilish, ilm o'rganish, ota-onaga yaxshi xizmat qilish, tuqqanchilikni davomlashtirish, va'daga vafo qilish, boshqalarni yaxshiliklarga buyurish, yomonliklardan to'sish, halol rizq uchun ishlash, farzandlarini yaxshi tarbiyalash, Alloh yo'lida jihad qilish, qo'shnilarga, faqirlarga, yetimlarga, musofirlarga yaxshilik qilish, hayvonlarga rahim qilish, Qur'on o'qish, Alloh taologa duo qilish, uni yod etish, Alloh taoloni va Muhammad alayhissalomni chin dilidan so'yish, Alloh taoloning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilish, har ishda oldi bilan uningga tayinish, uningdan yordam tilash, sabrchan bo'lish, uning ne'matlariga shukr qilish qatorliqlardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda barliq insonlarni ibodatga buyurib, mundaq degan: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yani, ey insonlar, oxiratning azobidan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgirkilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Yana insonlarning yaratilish g'oyasining faqat Alloh taologa ibodat qilish ekanligini bayon qilib, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani, jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Mufassirlarning peshvosi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatni "Men insonlarni va jinlarni menga ibodat qilsin va mening amrimga bo'ysunsin deb yaratdim" deb tafsir qilgan. Yani insonlar Alloh taolo buyurgan amal ibodatlarni o'rindash, Alloh man'iy qilgan ishlarni qilmaslik va Alloh taoloning barliq amr farmonlariga bo'ysunib, Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan, payg'ambar alayhissalom sahih hadislarda bildirgan bo'yicha ish qilish uchun yaratilgan. Kimki hayotining g'oyasini Alloh taoloning amr farmonlarini o'rindashdan iborat ulug'vor maqsadga beg'ishlaydi ekan, uningdan sodir bo'lgan har qanday gap so'z, ish harakatlarning, hatto orom elish, rohatlanish qatorliqlarning hammasi ibodat qatorida yeziladi. Mana bu Alloh taolaning jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan muqaddas so'zining taqozzosidir. Namoz, roza, zakot, haj qatorliq muayyan ibodatlar bu oyatda yaratilishning g'oyis qilingan umumiy ibodatning bir qismidir. Hammasi emas. Bu muayyan ibodatlar umumiy ibodatlarni davomlashtirish yo'limizdagi ma'naviy g'izolardir xolos. Chunki bizning dunyodagi bu cheklik hayotimiz amaliyotda Alloh yo'lidagi uzun safar bo'lib, xuddi uzun safarga chiqqan yo'lovchi yo'lini davomlashtirish uchun yo'l bo'yidagi mayqachlash o'rinlarida to'xtab, avtomobiliga mayqachlab minishga muhtoj bo'lgandek, Alloh yo'lidagi uzun safarning karvonlarimi namoz, roza, zakot, Qur'on o'qish,
haj qatorliq muayyan farzlarni o'rindash orqali o'zlarining ma'naviy g'izosini to'liqlaydi. Xuddi uzun safardagi yo'lovchining g'oyasi yo'lda to'xtab avtomobiliga may qachilash emas, balki yo'lini davomlashtirib oxirgi manziliga yetish bo'lgandek, Alloh yo'lidagi har bir mu'minning g'oyasimi shu muayyan ibodatlarni o'rindab qo'yish emas, balki ustidagi ibodat burchini Alloh taolaning dargohiga borganga qadar davomlashtirishdir. Alloma Muhammad G'azzoli ibodatning cheklik emasligi haqida mundoq degan: insonning niyati har ishda Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindashdan iboratli bo'ladi ekan, uningdan sodir bo'lgan ishlarning hammasi o'zligidan ibodatga aylanib mengaveradi. Xuddi pul bosadigan zavod uningga kirgan qimmatsiz xom ashyoni qimmatli pul qilib chiqargandek, insonning niyati durust bo'lsa, uning odatdagi ishlarimi ibodat qatoridan o'rin oladi. Amal ibodatning qabul bo'lish shartlari. Amal ibodatning Alloh taolaning dargohida qabul bo'lishining ikki sharti bor bo'lib, bu ikki shart to'liq tepilmagan har qanday ibodat qabul bo'lmaydi. Bu ikki shart bo'lsa, har qanday amal ibodatni Alloh taolo uchun qilish va Alloh taolaning roziligini ko'zlab qilish. Buningdan boshqa qandaqli g'araz bilan qilingan amal ibodatlar bekordir. Har qanday amal ibodatni Alloh taolo buyurgan va payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan bo'yicha qilish. Islom shariatining ko'rsatmasiga muvofiq kelmagan har qanday amal ibodat bekordir. Yuqorqi bayonlarga asosan deymizki, o'zini Alloh taologa atagan, niyati Alloh taolaning roziligiga erishishdan iborat bo'lgan odam, mayli dunyolik yoki oxiratlik qandaqli bir ishni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qiladi ekan, u nada bo'lsa ibodat ichida bo'lgan bo'ladi. Nima ish qilsa ibodat qilgan bo'ladi. Go'zal axloq ibodatdir. Islom axloqi bilan axloqlangan mu'min odamning hayoti ibodat ichida bo'lgan bo'ladi. Chunki go'zal axloq ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqiqatni bayon qilib, mu'min odam o'zining go'zal axloqi bilan kechasi namoz o'qib, kunduzi ro'za tutganning savobini topadi degan. Alloh taolo baxtga erishadigan haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilgan jami oyatlarda ularning axloqi bilan ibodatini maqtagan. Masalan, Mu'minun surasida mundoq deyilgan: Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya'ni mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Ular shundoq mu'minlarki, namozlarida Allohni ulug'laganlikdan, uningdan ayminib turg'uchilardir. Bu ibodat. Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ya'ni ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uchilardir. Bu axloq. Vallazina hum lizzakati fa'ilun. Ya'ni ular zakat berguchilardir. Bu ibodat. Vallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Yani ular avratlarini o'zlarining ayollari va cho'rlaridan boshqalardan, ya'ni haromdan saqlag'uvchilardir. O'z ayollari va cho'rlar bilan jinsiy yaqinchilik qilg'uvchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilg'uvchilar haddidan oshquchilardir. Bu axloq. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ya'ni ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan va'dasiga rioya qilg'uvchilardir. Bu axloq. Vallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ya'ni namozlarini vaqtida talabga loyiq ado qilg'uvchilardir. Bu ibodat. Alloh taolo o'zining sevgisiga erishadigan mu'minlarning sifatlarini ularning ibodati va axloqi bilan birga bayon qilgan. Masalan, Furqon surasida mundoq kelgan:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yani Rahman Allah'ның yaxşı көрüdigan bəndiləri zemində özlərini tövən tutub təmkinlik bilan mağıdı. Nadallar ularga nalayıq söz qısa, ularga sizlərə amanlıq tiləyimiz deydi və öz yoluğa davam qılıdı. Bu əxlaq. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Yani ular keçilərini Rəbbiga səcdə qilish və qiyamda turuş bilan ötküzüdü. Bu ibadət. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Yani ular Rabbimiz bizden cehennem azabını yirak qılgın. Hakikaten onun azabı kafirlardan ayrılmaydı. O hakikaten yaman qarargahdır, yaman caydır deydi. Bu ibadet. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Yani ular xarajat qilganda israfchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. İkisining orasida o'rta hol yo'l tutadi. Mana bu axloq.